Bugun o'sha sizlar bilgan Isom TV'ni stillarini butunlay o'zgartirib yuboramiz. Ketdi. Isom umuman qanaqa rang yoki stil yoqtirishlarini aytmadilar, chunki o'zlari ham bilmas ekanlar. Shunchon obrazlarini noldan yig'dik va birinchi navbatda gavda tuzilishi va qanaqa kiyimlar mos tushishiga e'tibor qildim. Masalan, uzunroq yengli futbolka Isomga unchalik mos tushmadi, chunki podmышкада yig'ilib qoldi. Yelkani vizual og'irroq ko'rsatdi. Qisqaroq yeng esa yelkani keng va proporsiyali ko'rsatdi. Ba'zan kichkina detallar ham obrazni butunlay o'zgartirib yuboradi. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Plyaj stili bo'lgani uchun tana nafas oladigan materiallarni tanladik. Rang tanlashda esa modadan qolmaydigan va bogati ko'rinadigan ranglarni tanladik. Meni fikrim, bu ranglar hammani garderobida bo'lishi kerak. Qaysi obraz sizlarga ko'proq yoqdi va qaysi obraz Isomga ko'proq yarashdi? Kommentariyada yozinglar.